Diqqat qiling, 1-iyun sanasidan boshlab xalqqa tabiiy gaz va elektr energiyasi narxi haqida shoshilinch xabar e'lon qilindi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Hurmatli tomoshabinlar, videoroliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, 1-iyundan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gaz narxi o'zgaradi. Hukumatning o'tgan yilgi qarorida har yili 1-maydan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gazning narxi 10% dan yuqori bo'lmagan miqdorda indikatsiya qilib borilishi belgilangandi. Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslarining narxlari belgilash to'g'risidagi qarori bilan 2026-yil 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari tasdiqlandi. Marhamat, yangilangan narxlar bilan ekrandagi suratlar orqali tanishib borishingiz mumkin.